Geldi. Mana do'kon bo'shatib qo'ydim. Yangi o'yin o'ynamoqchi edim, shuni topdim. Buni zapisiz o'ynab qo'yibman. Hammadan uzr so'radim. Kunchinniydi, men zapisiz o'ynab qo'yibman. Narsalar taxlavoramiz. O'zi ket tushgan bizada. Bu o'yinni boshqatdan o'ynay desam, shuncha narsalar olib, do'konni kattalashtirib qo'ydim. Shunga xohish bo'lmadi. Buni nemadir bu o'yinda juda ko'p narsalar qilsa bo'lar ekan. Menga yoqdi shu narsalarni. Men bu gadoy puli ham pizdes ko'payib ketdi. Qani ko'ramiz. Gadoy pulini. $30 ana ko'ryapsizmi? Ha, bugungi kun tugashimiz kerak. Ketdi bir ikki qo'l voleybol o'ynab olamiz. Qaraychi mana. Hey. Mana bunda kelasizlar bu o'yin. Nomi supermarket simulyator. Mana bunday qilasiz, yarimi. Bittada tushadi. Ko'rdinglarmi? Bittada. Taqman bo'ldi. Oshchadanni keragi yo'q bizga. Ishlash kerak, pul topish kerak. Biznes boy bo'lib, chimaga kelib turamiz. Kunda yakunlavoramiz. Yaxshi qilib mana bugun ashincha minusga kirib krizisdamiz hozir. Pullarimiz ham qolmadi. Pozже biratan. Siz mana reklama qilyapman o'sha. Keyin bu do'konda ertalabdan ochoramiz. Arzon bitta nimani olib kelamiz anaqa. Lekasib yuboramiz, bo'ldi. Kiloring. Ichbala yo'qda, brat. Qolmagan nima qilay endi, pul yo'q. Faqat janjal qilib turmang. Opani manaqa joyi. Ko'rinarkan. Kiloringlar. Axlat qilib tashamanglar. Nima oldingiz so'kdim, bo'ldi. 266. Bo'ldi. $8. Aha. Yo'q u narsa. Ezmay opasiz ham. Opa chiroyli bo'lganligingiz uchun, bular. Ha, mana musulmon bo'lganligingiz uchun mana sizga $1 qo'shib beraman, opa mana. Endi noto'g'ri ketavering, opa. Balki musulmon emasdir. Bu narsadan oling, opa mana. Mana olib kelyapmiz u tovaram. Shuncha tovarni kim olib kelyapti sizga, opa? Mana sraz narsa zakaz qilamiz hozir mana opa. Mana moldan zakaz beramiz. Pulimizga tushgan narsadan. Ey opa, ketavering, bugun kelmaydi u. Ertaga keladi mana sizga. $1 sovg'a qo'yamiz endi opalar, akalar. Erkak kishilarga ham sovg'alar bormi degan negativlar uchun bunaqa egashishlar erkak kishilar biladi. Mana bular sadaqa tashab ketishadi menga. Mana bu yerga uni opa chichib ketdi mana. Voy qonab ketdimi bilmayman. Astag'firullah, namaklar qilamiz. Opa, o'siz mahlatni olar edim men, qo'chi. Qani? Mana bu yerdan tozalaymiz. Chichoq. Tozala. Mana go'zallashib qoldi mesta. Mesta xranene go'zal. Qancha beramiz? Mana. Aha. Narsa keldi, qo'yib qo'y. Shuni turiblar. Do'konimiz ancha katta, tovar olib kelib sotib, bunaqa bizneslarni ham boshlasak bo'laveradi. $1.50. Mana to'g'ri. Voqalar ham endi sadaqa beryapti-yu deganlar uchun endi voqalar endi o'zlari qolib. $18. Aha. Mana zakaz qo'ramiz pulga.
Mana ham zo'r narsa ekan. 6 dollarga 2 dollarga zakas qildim. 2 dollarga zakas qildim. Mana bundan zakas qilamiz. Nima qilamiz? 14 15 6 mana. Kesib. Ko'p pul berilmaydi bizda aka. O'zi 14-kun qo'yibman. Beklar mantiqmaylar aka buning. Masalan 7 soniya qoldi. Brat, mana bu ofisiantni 10 ondaga yulduziga chaqmoqqa zakas qo'yibman. Bu ofisiant kerak ham yo'q narsa ekan. Ketavering brat. Uyga borib xotin bola chaqani baqing. Endi juda qimmatroq ekansiz. U sizga beradigan pulni men qanday topaman? Bu tovar kelmay tursa, bu yerdan siz buncha pul olaman deb tursiz, uni chaqmoq ham qolmayotgan bo'lsa, nima qilay aka? Endi iloji yo'q. Bo'pti. Ish qilish kerak. Bo'ch ketilamiz ketdi. Nima istadingiz, brat? Nima kerak? Kassadagilarni qo'ydi. Hey. Mana opa, 1 sentga ham talashasizmi opa endi? Men menga o'xshab 44 sent berib, o'zi normalniroq nima beray desam, kam narsa olyapsiz ekanda aka. Shunday skidka qilib yuborardim. Siz uchun skidka e'lon qilib yuborardim aka. Bitta narsaga bilin. Gadoyimisiz, brat, bitta olma olaman deysiz. 2 butun. Aha. Tozalab qo'yish kerak. Sog'lik, garovi tozalik. Bular haligi. Pulkamiz ham katta. Kecham bo'lib qoldi. 3-4 kun. 5,93. Aha. Sizlarga nima kerak bo'lsa qilamiz. Pul o'tadi. Shuncha pul beribsiz. Qo'yib narsa olmay ketdi opa. Kepsiz yana. 10 dollar o'sasizlar. Mana opa. 6 sent bonusi bilan sizga opa. Men sizni yaxshi ko'raman. Nima so'rayapsiz? Nima yegisi? Choymi? Choyga pulimiz yetmaydi hozir. Men brat kuzatib boraylik, keyin yetadi. 14 dollar. Tiha, choy zakasi qo'y. Nima deyapsiz? Kelib qoladi hozir choy zakasi qo'ydim opa siz uchun. Bu sizni nima qilib yaxshi ko'rib jo'natsam o'zicha meni xafa qildingiz. O'zingiz ko'rsatib opa. 8,17. Tipslar tashaylar akalar. 35 soniya qoldi. Qo'yaman ishga, jim tutib tursangiz. Men yig'ishtirib olyapsiz, kelib qoladi. Ketib qolmay tursangiz kelib qoladi. Haligi ketmay opa, siz uchun narsalar olib kelyapman. Zakas qildirdim. Nima ketib qolyapsiz endi? Shuncha narsaga zakas berib qo'yib. Anaqa emasmisiz opa? Tamam, zakas berib qo'y. So'kkan shart endi odamni. Ama yuk keldi, yuk tovar keldi. O'sha mana
Yana borib 3 tadan otib kelamiz, 10 otib qo'yib. Bu dam olish kerak, hordiq chiqarish kerak. Bu ham odam endi xotin bola chaqasi bo'lmasa ham ishlayapti. To'pdi. Oynayli. İşte böyle gitti onu böyle. Gitti günlük gidelim. Başlık gidelim. Öyle mi? Minus 6 dolar damız. Minus damız yo. Gireyim hesapla bize iyi. Hazırlanın. Bugün de çoraylı. Şunca narsamız var. Tam bir narsalar. Taraf kesiyor. Bizga eng keraklisi ham bu o'zi. Nastorgi, bratan, Nastorgi. Suv ham qo'yaylik bunaqa. To'ldirib joylarni narsalarga ko'paytirib tashlaylik. Sotaveramiz. Biznes. Cho'za biznes suka. Cho'za biznes suka. Biznesni bosish kerak. Bunaqa. Az nasıl zekası koyup kep qoladi değil mi? Bu? Nasıl diyeyim? Mana olish kerak. Mana narsalar olib keyin o'tish kerak endi. Hozir shunda internetga yoqib kirib boshqatdan buni olib keyin bu narsalarni ham olamiz o'yindan keyin. Hozir mesela oyundan keyin bu oyunda kirib o'ynamoqchi bo'lganlar uchun zo'r fishka mana. Mana, ko'rdingmi? Uni narsani ishlatmash kerak bu narsani. Ko'rdinglar? Korobkasi nima tashib oryapsiz? Kerak bo'lib qoladi deganlar uchun korobkasi bizga kerak emas. Mana. Tashang center. To'g'ri. Qolmay qolibdimi opa, aka? Zakaz berib qo'yaman hozir. Kech ketib tursangiz, kelib qoladi. Ketavering opa. Shuncha narsalar olib kelib qo'yganmiz mana. Ikkita narsamiz tushdi. Oling, ikkovdan. Ikkita oling, ikkita. Bitta olmang, ikkita oling. Yapamam ki. Hatta çiçtizmi doğrusunu aytayım. Litsenziyasi yo'q bo'ladi deb çiçtizmi? Mana litsenziya olib keyin sizlar chichirtiraman opa. Mamlakatdan tozalab qo'yish kerak. Sizlar toza narsa olgani kelasizlar-ku axir. Chichibsizda opa endi. Men senga deb chichdingizmi? 498. Hop, ketavering. Ketavering siz ham. Mana bırak ketib qoldi. Mana. Shoshilmaymiz. Nasıl skip? Hamma narsani olib kelaylik. Ikkita narsa olib kelaylik. Sizlar tashlanglar, men cho'ponni tugataylik. 66.
Shu 10 onasi kelishi vaqtli ekan, ma'qul ko'p narsa qo'yishim uchun. Aka, siz ko'p narsa olganlar uchun nima qilasizmi? Bunaqa bittasi bolasi kelgandirda, endi bolali ayollar ham kelib turadi. Bolalarini haligi ko'z tegmasin qilib, endi biza urf-odatlarga haligi bu narsalarga qarshimiz-u, endi shunaqa qilib bolasini bekitib olsa kerak. Bu narsani kelib qo'yaylik. Qolmay qopti deb o'ylamasin yana. Bor bu narsalar. Ko'rinish kerak, borligi bilinish kerak. Borligi. Tenlerden. Şu geçti. Dur 35 diyor. Hop da. Hop. Soqolingizni olmay qo'ying. Soqolli bratlar ham yaxshi o'zi. Hurmat qilaman. Men kim yo'lida soqol olganingizga bog'liq endi bu brat. Bu qo'lingizga bir bolalar taqib olgansiz, pirchatgani bitta qo'lga taqib taqmagansiz. Kostyumini kiygansiz, opashkalar oldiga borasiz endi kelneshkilar. O'z zomagansiz narsalaringiz bilaman kelneshkilar olib bergan. Bitta savdo qo'yapsizlar yo'ldan, o'ryapsizlar bilan. Men kelneshkilar bilan gaplashdik-da akalar, nima qilib? Topib bering desam, o'zing topgandek suvga kirib deydi. Bize yashashimiz kerak dedim. Bizaga muammo kerak emas dedim. Mana brat erkak kishi ekan, suyalmaysiz mendan chekilma so'ragan. Bir so'mini ham talashasizmi opa? Shu daraja ziqna bo'lasizmi opa? Sutlarimiz keldi. Mol suti ham katta bo'lmaganmiz opa. Mollar yo'qsiz. Mol yo'q. Nima yo'l bo'lyapti? Tozalab olish kerak. Xalq uchun xizmatlarimizda biz ham og'alar. Kep qolinglar, olib qolinglar. Opa boylar qo'ltig'i do'konimizga kirmaysizmi? Kirmaysizmi? Ha, yopilib buzur, kech tushdi-da. Men bilan jo'natib borib endi. Ana. Ana. Iya, bo'lib ketadi. Bo'ldi. Bu endi bo'lmasa shu joyda tugatamiz mana. Tepadan nima bo'lsa olib qo'yamiz mana. Mana ikkita. $121 bo'ldi. $10 pulimiz qoldi. Shuni ishlatamiz. Yana bor. Tipslarni olamiz.
Yo'q, hazillashibman. Shu joyda bo'lmasa kunni tugatamiz.